Eng qimmat qilingan tuning qancha bo'lgan sizda? Gentraga qilganmiz. Eng ko'pchilik qiziqtirgan savollarga javob beramiz. Va bu Namanganni bir 80-90% tuningizni qilgansizda. Eng qimmat qilingan tuning qancha bo'lgan sizda? Eng qimmat. Qanaqa mashinaga bo'lgan? Nima ishlar qilingan? Ko'pchilik qiziqtirgan savolda. Eng ko'pchilik qiziqtirgan savollarga javob beramiz. Va bu Namanganni bir 80-90% tuningizni qilgansizda. Namangan mashinalarini. Gentraga qilganmiz. $7,000, 8 lekin 10 mingdan o'tmadi. O'zi 7,800 o'zi to'yinadi. O'zi oxirdan aytib chiqargan videodagi ham 7,000 atrofida 6,000 qancha ham dedi. Nima ishlar qilingan unga? Buni sidena, bar, shumka, nimaki bo'lsa, hatto mana hadovoygacha yumshattirib, mana shunday qilib berishdi. Atxamlar chiqdimi? Hadovoyni yumshatib shu mashinani. Hamma nima ish bo'lsa qilingan. Nomi Gentra qo'ygan, hozir rol qo'yilgan, bar qo'yilgan, sidena qo'yilgan, shumka qilingan, kolonka deysizmi? Ichiga BYD'ni salonni tiqishdi.